Barchaga assalomu alaykum. Bundan 10 kun oldin bizga bir bemor tazobedrenniy sustav, ya'ni qo'mich sohasi deformatsiya shikoyati bilan kelgan edi. Bemorga oldin boshqa vrachlar endi protez qo'yishligini aytishgan, lekin bemor yoshi katta bo'lgani uchun operatsiyaga rozi bo'lmagan va bizning klinikamiz travmatolog ortoped vrachi prinsipga murojaat etdi va bizning vrachimiz bu bemorga boshqa usulni tavsiya berdi. Mana hozir ko'rishinglar mumkin, bemor juda ham yaxshi holatda. O'zidan mana живой отзыв eshitishinglar mumkin. Rahmat. Assalomu alaykum bolalarim. Zo'rmisizlar, yuribsizlarmi? Ishlaring tinchmi? Men mana shunday kasal bo'ldim. O'zimni orqamda yiqilib tushdim. Yiqilib tushib bormagan doktorim qolmadi. Tashqarilargacha borib keldim, qildirmadim. Aylanib kelib, mana shu bolam meni rizqim ekan, ilashib qolib, mana shu bolamdan shifo topyapman. Xudoga shukr. Meni doktorlar operatsiyaga xohladi. Men qildirmadim. Unamasdan tashqarilarga borib keldim. Operatsiyaga qildirmay aylanib mana shu bolamni topib, operatsiya qilaman dedi, bo'pti bolam deb mana qildirdim. Operatsiyasiz ham o'nglanar ekan. Mana yaxshi bo'lib qoldim. Bolalarim, endi bu yog'i sizlardan tilayman. Ko'rgan men bo'lmaqa bemor kelib qolsa, yaxshi kutib olinglar.